Laylo titroq ovoz bilan Shahbozga homilador ekanini aytgan lahzada uning hayoti ikki yo'l orasida qolib ketdi. Bir tomonda muhabbat, ikkinchi tomonda esa oilaning sha'ni turardi. Keyingi qismda Shahboz butun tun bezovta holatda yuradi, chunki endi uning haqiqatni yashirishga yo'li qolmaydi. Shu paytda otasi Bahrom Laylo haqida barcha ma'lumotlarni surishtirishni boshlaydi va Shahboz bilan Laylo orasidagi munosabat haqiqatini bilib qolishi bilan uyda katta mojaro boshlanadi. Boshqa tomondan Samira ham Shahbozning o'zgarib qolgan harakatlarini sezib, undan shubhalana boshlaydi. Laylo esa onasidan sirni yashirib ich-ichidan azob chekadi. Shahbozga esa tezroq to'y qilish bosimi kuchayib boradi. Ammo eng katta portlash Samira tasodifan hamma narsani o'zgartirib yuboradigan sirni eshitib qolganida yuz beradi. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, har bir yangi videodan birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchasini ham yoqib qo'ying. Ushbu barcha taxminlar faqat shaxsiy fikrimizga asoslangan bo'lib, asl voqealar bundan boshqacha bo'lishi mumkin.